Assalomu alaykum hammaga. Bugun 49-elementimiz indi bilan tanishamiz. Indi yunoncha indiko, ya'ni Hindiston degan ma'noni anglatadi. Atom raqami 49 bo'lgan kimyoviy elementdir. Indiyning kimyoviy belgisi In. 1863-yili Olmon olimi Ferdinand Reich tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasi: atom raqami 49, atom massasi 115, normal sharoitda indiy qattiq, rangi kulrang, klassifikatsiyasi metal, elektromanfiyligi 1,7, qaynash temperaturasi 2345 Kelvin yoki 2072 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasi 429,75 Kelvin yoki 156,6 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 7,31 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Indiyning kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, indiyning kimyoviy belgisi In. Atom tartib raqami 49, nisbiy elektromanfiyligi 1,7, atom massasi 115, elektron konfiguratsiyasi 5s2 5p1 ni tashkil etadi. Tasviriga o'tadigan bo'lsak, tasvirida mana shu indiy bo'lagi sofligi 99% ni tashkil etadi. Massasi 28 gram, diametri 31 mm ni tashkil etadi. Atom tuzilishiga o'tadigan bo'lsak, atom tuzilishida 49 ta elektron bor. Atomda to'xtovsiz harakatlanadi. Atom markazi proton va neytrondan tashkil topgan bo'lib, 49 ta protoni bor va 66 ta neytrondan tashkil topgan bo'ladi indiyda. Bugun indiy haqida o'rganadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga. Dars uchun rozi bo'lib qo'yinglar.